Assalomu alaykum podpischilar. Mana bu aslarlar o'z uyasini, ya'ni eshik deymizmi, nima deymiz endi? Aslarlar tilida litok uyasiga kirib chiqadigan teshik. O'z uyasini qo'riqlayapti. Yovvoyi aslarlar kirmasligi uchun mana oyog'ida gulchang olib kirib ketdi qishga, g'amlashga. Mana bunisida ham harakatda aslarimiz. Mana ichkarida ish avjida. Qishga tayyorgarlik bo'lyapti, ko'payyapti ular. Shunaqa qilib eshik og'zida 4 ta, 5 ta, 10 tagacha ham turaveradi. Soqchilik qilyapti. Begona aslarlarni kirgizmaslik uchun, uyadagi asalni toshib ketmasligi uchun-da. Yangimizda uncha zo'r gapira olmasam ham harakat qilyapman. Like bosib, obuna bo'lib, podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Akalar, opalar, singillar.